Assalamu alaykum. Bugün Amerika generallarining doklad berish yig'inida Amerika Birleşme Armiyasining bosh qo'mondoni, ya'ni Amerika Quruqlik Armiyasining bosh generali General Alexander Milley efendim doklad so'zida mundaq deydi. Navbatda xalqaroning tartib sistemasi barg'ansiri zo'r bisimlarga duch kelyapti. Xitoy davlati bilan Rossiya davlati bo'lsa, bizning manfaatimiz va bizning turmush tartib qoidalarimizga tahdid qilishga boshladi. Shundaqla Xitoy davlati va Rossiya davlati bilan urush portlash ehtimolligi qosh bilan kirpik orasida yuz berishi mumkin hamda bundaq urushdan saqlangani bo'lmaydi. Xitoy davlati bo'lsa, yanala bizning eng cho'ng uzun muddatlik rayon xarakterlik strategiya bexatarlik raqobatchimiz. Bizning davlat mudofaa strategiyamiz shuni ko'rsatadiki, u qadam bosqich bilan bizga xirs qilyotidi. Bu yerda Xitoy davlatini da'vatidi. Xitoy davlati shuni ochiq-oshkora javoladiki, Xitoy davlati bundan keyin 10 yil ichida Osiyo qit'asining rayon xarakterlik xo'jayini bo'lmoqchi. Hamda mushu asrning o'tirlarida umumyuzlik harbiy kuch-quvvat jihatlarida Amerika davlatidan ishib ketmoqchi. Xitoy davlatining hozirgi rasmiy harakatlari bo'lsa, qo'shni davlatlar va Amerika davlati bilan yushurun shaklda qarshilashish yo'li qarab ketyapti. Shuning uchun men yana bir qitim eskartamanki, Amerika bilan Xitoy o'tirsida yuz beradigan urush qosh bilan kirpikning orasida deyishkimi bo'ladi. Urushdan saqlanmag'imiz tez. Bizning armiyamiz yer sharining har qanday yerida chaqmoq tezligida harakatga o'talaydi. Shiddatli kuch bilan inqoz qaytara oladi. Har qanday dushmanlar bu jihatda gumonlanib yurmasin. Bizning armiyamiz, ya'ni Amerika davlatining armiyasi allburun urushga tayyorlik ko'rib oldi. Shundaqla ittifoqdosh armiyamiz bir burilish nuqtasida turyapti. Biz parallel holda moslashib urushib boralaymiz. Zamonaviy urushga tayyorlik qilishimiz kerak. O'zimizni allaydigan to'zoqlardan saqlashimiz kerak. Eng zamonaviy armiyamizdan foydalanishimiz ham ikki xil tayyorlikda bo'lishimiz kerak. Biz cho'qim eng ilg'or texnikalarimizdan nishonga to'g'ri tekkizadigan uzun musofalik o't quvvatlarimizni o'z ichiga olgan, ovozning sur'atidanmi tez bo'lgan qurollarimiz bilan kvant hisoblash mashinalari, sun'iy aql kuchlari, mashina odam va yer shar xarakterlik signal uskunalari bilan bir gavda qilib turib, mushtaq shaklda ish ilib borgan vaqtimiz keldi.